O'zbek xalqida bitta zo'r maqol bor. Otning o'limi itning bayrami. AQSh tomonidan Venesuela prezidenti Nikolas Maduro o'g'irlab ketilgandan keyin Nike kompaniyasi katta miqdorda daromad ko'radi. Aytishlaring mumkin, Nike kompaniyasi qurol-yarog' ishlab chiqarmaydi-ku, nimaga daromad ko'radi deb. Ayni o'g'irlab ketilgan tunda uning ustida Nike kompaniyasining emblemasi bor bo'lgan libos bo'lgan. Endi buni o'zi sotib olganmi yoki harbiylar tomonidan ataylab kiyintirilganmi, buni men bilmayman. Yana xuddi mana shunaqa voqea sodir bo'ldi. Hammaga mashhur bo'lgan o'sha onasi tashab ketgan maymuncha mana bu o'yinchoq bilan birga yurar edi. Eng qizig'i mana shu o'yinchoqni IKEA kompaniyasi ishlab chiqarardi. Hozirgi ma'lumotlarga ko'ra kompaniyaning mana shu turdagi o'yinchoqlari birortasi qolmagan, hammasi sotilib ketilgan. O'zi bitta narsaga hayronman. Yanvarda pingvin chiqqandi, fevralda bu maymuncha chiqdi. Endi martni kutamiz, nima bo'lishini.